Maryam Tillayeva sharmanda qildimi? Assalomu alaykum aziz muxlislar. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Farzandingiz uchun mustahkam va chiroyli mebel qidiryapsizmi? Kavalla bolalar mebellari. Sifatli, qulay va zamonaviy dizayn bilan fabrika narxida to'g'ridan-to'g'ri sizga yetkazib beramiz. Orada vositachi yo'q. Shuning uchun hamyonbop narx, ishonchli sifat. Farzandingiz xonasini Kavalla bilan ertakdek go'zal qiling. O'zbekiston birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi va mashhur bloger Maryam Tillayeva va uning qallig'i Arno Kasyan YouTube'dagi Uzcast kanaliga intervyu berdi. Maryam va Arno qanday qilib tanishib qolgani haqida so'zlab berishdi. Arno, biz 2-yanvar kuni Yangi yildan keyin Fransiyaning Courchevel tog' kurortida restoranda tanishganmiz. Men do'stim bilan restoranga kirganimda Maryam ham u yerda o'tirgan edi. Maryam, dastlab men uni tortinchoq deb o'yladim, chunki tashqi ko'rinishi menda shunday taassurot qoldirgandi. Keyin suhbatlashib, do'stlashdik. Birga chang'i ichdik. Dam olishning 3-kuni do'stlarim Masha, u seni yoqtirib qolganga o'xshaydi deyishdi. Bir kuni u ochiqchasiga menda ko'ngli borligini aytdi. Shu tariqa munosabatlarimiz boshlandi. Arno, qaysi sohada ishlaysiz va hozirda nimalar bilan shug'ullanasiz? Men hali ishlamayman. Joriy yil institutni tamomladim va magistraturaga o'qishga kirdim. Mutaxassisligim xalqaro iqtisodiyot. Hayotimda birorta imtihondan pul bilan o'tmaganman. Bu holat Moskvada juda kam uchraydi. Men boshqa talabalarga sessiyada yordam berish orqali pul topaman. Bundan tashqari, yaqin do'stim bilan kiyim-kechak brendini yo'lga qo'ydik. Maryam, siz Arnodan bir necha yilga kattasiz. Sizga yoshdagi farq seziladimi? Arno: ha, albatta seziladi, chunki Masha 25 yoshga o'xshamaydi. U o'zini 15 yoshli qizaloqdek tutadi. Maryam: Arno o'zini ba'zan 10 yoshli bola, ba'zida esa 50 yoshli erkak kabi tutadi. Bu hammasi vaziyatga va kayfiyatga bog'liq, deydi yoshlar. Arno, Maryamning qo'lini qanday so'radingiz? Barchasi oldindan rejalashtirilganmidi? Bilasizmi, men bu uzukni 4 kun ichida 7 marta tashlab yuborishni o'yladim. Chunki biz xorijga uchib ketayotganimizda yo'q, samolyotning o'zida 3 marta janjallashishga ulgurgan edik. Eng qizig'i, Maryam samolyotdan birinchi bo'lib chiqmaganim uchun yig'lagan edi. Shu paytda men ichimda uzukni tashlab yuborishim kerak deb o'yladim. Keyingi safar qayiqqa ham xuddi shunday fikrga yubordim. Chunki u noqulay bo'lgan 5 kilolik libos kiyib olgan edi. Isib ketganidan yana yig'laganini ko'rib, yana fikrimdan qaytkim keldi. So'ng qo'lidan ushlab, yur, senga bir narsani ko'rsataman. Agar yoqmasa ketaverasan dedim va turmush qurish taklifini berdim. Avvaliga u nima bo'lganini tushunmadi. Keyin ko'zlari yoshlanib, roziman dedi. To'yingiz qanday o'tishini orzu qilasiz? Kichik va tor doirada yoki katta va dabdabali? Arno shunday javob beradi. Biz O'zbekistonda nasib qilsa kelasi yil sentyabr oyida to'y qilmoqchimiz. To'y 2 kun davom etishi rejalashtirilgan. Maryam: biz zamonaviy to'y qilmoqchimiz, lekin milliy urf-odatlar ham o'tkazish tarafdorimiz. Kecha ham ayrim detallarni muhokama qildik. Toshkent joylashuv nuqtai nazaridan bizga qulay. Chunki Amerikadan keladigan do'stlarimiz bor. Ular Rossiyaga bora olmaydi. Rossiyadan keladiganlar ham bor. Ular esa Amerika yoki Yevropaga ucha olmaydi. Shuning uchun to'y Toshkentda bo'ladi, deydi yoshlar. Maryam, unashtirilganingiz haqida oila a'zolaringizdan kimgadir shaxsan aytdingizmi? To'yga kimlarni taklif qilmoqchisiz? To'yga hamma taklif qilinadi. Biroq barchaga ma'lum, mening oilam bilan munosabatlarim juda murakkab. Xuddi bizga qandaydir la'nat tushgandek. Chunki oilamizdagi janjallarni ko'rsangiz, shunday qarindoshlardan dushman yaxshiroq deb o'ylaysiz.
Men doim oddiy, sog'lom munosabatlar o'rnatilgan oilam bo'lishini orzu qilib ulg'ayganman. Shu bois Arnoni uchratganimdan nihoyat xursandman. Chunki va nihoyat men istagandek oila qurishimiz mumkin. Unda nasib bo'lsa, farzandlarim ota-onaning janjalini ko'rmaydi. Agar oramizda kelishmovchilik bo'lsa, biz buni bolalardan chetda hal qilamiz. Oilamizda muloqot, o'zaro hurmat bo'ladi, deydi yoshlar. Kelajakdagi o'zingiz uchun tilaklar qoldirsangiz. Arno. Salom Arno. Umid qilamanki, sen kal bo'lib qolmagansan va sport bilan shug'ullanishni tashlab qo'ymagansan. Balki bo'ying Maryamdan balandroq bo'lib qolgandir. Bunda kulib, Maryam shunday deydi. Umid qilamanki, jahli tez xarakterimdan qutulganman. Arno esa hamon yonimda va farzandlarimiz sog'lom bo'ladi, deb Maryam Tillayeva va bo'lajak turmush o'rtog'i bir-birlariga kelajakda tilaklar bildirdi. Maryam Tillayevaga kelajakda baxt va omad tilagan muxlislarimiz video ostida bir dona like tugmasini bosib, bizni kuzatishda davom eting.